Salom hammaga. Futbol 122 kanaliga xush kelibsiz. Bugungi ko'rsatuvimiz APLning 16-tur haqida gaplashamiz. Bu o'yin 14-dekabr kuniga bahslar hisoblanadi. Qaysi bir uchrashuvni ko'rmaslik o'zingizlar xohishinglar. Oxirida men o'z fikrimni aytib o'taman. Qaysi bir o'yin ko'rmaslik haqida. Bo'lmasam katta APL bo'yicha, Angliya bo'yicha, boshqa davlatlar bo'yicha ham bugungi 14-kungi sana bo'yicha fikr mulohazalar almashamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, o'z fikringizni kommentariyaga qoldiringlar. Birinchi o'yin 16-tur APL bo'yicha Crystal Palace Manchester City o'yini bo'lib o'tadi. Bunda Manchester City yutish ehtimoli yuqori. Keyingisi Nottingham Tottenham, Sunderland Newcastle o'yini bo'lib o'tar ekan. Tottenham o'yinida Tottenham yutadi. Sunderland Newcastle o'yini bo'yicha Newcastle favorit. West Ham Aston Villa bahsida esa West Ham bilan yutishi yuqori. Brentford Leeds uchrashuvi bo'lib o'tadi keyin. Bu o'yinni bilmadim. Chunki bu o'yinlar Leeds bilan Brentford degan klub o'yinini ko'rmaganman hali. Sevilla bilan Real Oviedo o'yini bo'lib o'tar ekan. Ispaniya La Ligasi 16-tur bo'yicha 14-dekabr bahsi. Sevilla Real Oviedo, Celta Atletico Bilbao, Levante Villarreal va Alaves Real Madrid. Real Madridchilarga jo'natib qo'ydilar. Bu o'yinda Sevilla Real Oviedo bahsida Sevilla yutishi yuqori. Celta Atletico Bilbao yutadi. Tarkib kuchli-da, endi shunaqa o'z fikrimni bildira olaman. Sizlar ham agar fikrimga qo'shilsanglar yoki o'z fikringlar fikrim noto'g'riligini aytib yoki o'z fikrlarini bildirmoqchi bo'lsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Uzr tushib ketib qoldi. Keyingisi Alaves Real Madrid o'yinida Real Madrid favorit hisoblanadi. Keyingisi Italiya A seriyasi 15-tur Milan Sassuolo bahsi bo'lib o'tar ekan. Milanliklar yutadi bunda. Fiorentina Verona bahsida Fiorentinaliklar yutishi ehtimoli yuqori. Udinese Napoli o'yinida Udinese Napoli kuchliroq. Genoa Inter bahsida bu Inter yutishi aniq. Bologna Juventuslar yutadi. Italiyada uncha raqobat kuchli emas. Asosan 10 ta klub o'rtasida bahs zo'r bo'ladi-da. Endi APL'likida 15 ta 18 ta klub mana shu dahshat o'yin bo'ladi. Deyish qiyinroq. Endi keyingisi Fransiya chempionati muxlislari bo'lsa kommentariyaga plus qoldiringlar. Fransiya chempionati bir qiziq o'yinlar qo'yib qolishadi bular ham. Lyon Gavr degan klub bor ekan. Gavr klubini endi eshitaman. Auxerre Lille, Lens Nitsa, Strasbourg Lorient, Marseille Monaco o'yinini ko'rishinglar mumkin. Fransiya chempionati bo'yicha ishqibozi bo'lsa. Keyingisi Bundesliga, Germaniya ishqibozlari ko'proq. Ularni muxlislik qilishlari yoqadi menga. Shu tribunalarni yoqib, har xil bir xilda kiyinib olib, Germaniya muxlislariga yetadigani yo'q. Freiburg bilan Borussia Dortmund bo'lar ekan. Borussia Dortmund yutadi. Bavariya Mainz bo'lar ekan. Bu o'yinni yaqqol Bavariya peshta qiladi. Biz o'zimiz ham Bavariya o'yinlarini sevib tomosha qilamiz. Werder Stuttgart bo'lar ekan. Endi bu o'yinni bilmadim. Shu bilan bugungi songi ko'rsatuvimizga o'z yakuniga yetdi. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Futbol TVda futbol bo'yicha suhbat, futbol ko'rsatuvlari ko'proq chiqishini xohlasanglar, obuna, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat hammaga.